Hayır. Yep gördün ama mazalım ekan. Malades. Yemek 5 nasip ming so'm etsin. bugün. Gel öğrenim. Navası 5 ming so'm. Danasi mi? Danası 5 ming so'm. Danası 5 ming so'm. 11-iyun. Danası 5 ming so'm. Kese üstü dedi. Ana. Qarallancha so'mdan bo'pti. Assalomu alaykum. 5 ming so'm? Mana yurtdoshlar 5 ming so'mdan qarallar. Olmangiz ne? Olmam 5 ming so'm. Dolar neden bo'ldi endi? Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan ay. Badring ne? 4 chilasi 10 ming so'm. Bolgarskiy ham sizdanmi? Bolgarskiy 10 ming so'm ekan. Bakalacağım ne? 5 ming so'm. Mana yurtdoshlar. Yaxshi, sog' bo'ling, rahmat. Tut necha so'mdan bo'ldi? Assalomu alaykum. 10 ming so'm? Yashir ne? Yashir 4 ming so'm. Yashir 4 ming so'm ekan. Ona bu ne? Erik. 4 mingdan. 4 ming so'm mana yurtdoshlar. Yaxshi, sog' bo'ling. Nechadan bo'ldi eriklar? O'tdimi? Assalomu alaykum. Eriklar necha so'mdan o'tdi? 4 ming. 4 5 ming. Har o'tdimi ay? Mana yurtdoshlar. 4 ming, 5 ming ketaveradi. Ay? Bunu 2,5 oldu tutar. Bunu 2,5 aldınızmı? 2,5 ming so'mdan yurtdoshlar. Yaxshi savdolansa baraka bersin. Ana yurtdoshlar. Chiyalariniz necha so'mdan bo'ldi? Hammasi 12 ming so'mdan mı? 12 ming so'm. 12 ming so'm chiyalarni ko'rdim. Gilos necha so'm? Gilosmi? Chiya. İri mi bu? Gilos. Ha, necha so'm ata? 15 ming so'm. Gilos ekan, ha, iri. İri gilos ekan. Gap yo'q ata, yaxshi. Xalasa bugün ham 95 ming so'mdan bo'ldimi? Lüks ko'chlar 95 ming so'mdan yurtdoshlar. Xalasa yurtdoshlar. Ana. Görüşünüz mümkün. Her daim bu da ispatı bilen göstermesek köpmek. Kanalınızda kurban olsun. Tamam. Neçə adam aytıb ki, sən 90 ming so'mdan beraman. Bugün günü bilen mi? Günüm bilen. 11 iyun günü. Ava. Ana yurttaşlar 90 ming Günüm so'mdan. bilen 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan Yarım kilo alsın, 100 gram alsın, 10 kilo alsın, 1 tonna alsın. 90 ming. Lekin kanalını aytib kese. Kanalına aytıp geliş gereken. Yana cevap. Bu da kalası yurttaşlar kanal namını aytasılar 90 ming so'mdan öküz 90 ming so'mdan beramiz kiyishni. Ana yurttaşlar. Bunun Gap imkaniyet. Bizem tömenli malı şokolad boyuldu. Ana yurttaşlar. Teninde yağı yok. Şu derece zor çıktı lekin. Acayip ekan ha. Somlah. Ha. Görüşeceğiniz mümkün. Xudo xolasa bugün 11 iyun. 214 kilo geldi. 214 kilo geldi. Gel bak akşam bu ucu satıldı. Bugün Oldu. bugünkü ucu gündesi soyladı. Günde sveji göç. Sveji soyladı. Gel Ülkem her daim bu değil birinci Ava. geledi yine Xudo xolasayına. Birinçine tayar mısın? Allah'ınızı. Geleversinler. 90 ming so'm. Eğer mindi Tamam. 10 kilo göç alan olsa var 88 ming so'mdan beraman. 10 kilo göçesi. 10 kilo göçesi. 88 ming so'mdan Ava. öküz göçünü. Var 5 kilodan üstün 88 ming so'mdan beraman. Bir gün. Bir gün 11 11 iyun günü Xudo iyun xolasa. ya ete çıkarası ku be. Videonu az çıkaramam Xudo Ava. xolasa bir satlar. Ana. Kesinlikle 100% garantiya sifatli göç. Akşam bu videonu koygandan keyin akşam videonu aytmanglar lekin yurttaşlar bu 11 iyun gününde. Qayta bugungi dim o'tib tushdik ham maskindan. Aha, şimdi oldu. Şunu aytam. Bugün Bugün dim dim adam oldu. edi bugün. Bugün Seri deyin adam 10 kilodan var 5 kilodan ötse 88 ming so'mdan. Ana yurttaşlar. Kanaldan geldim dersin. Akşam sertemez. Gelsin de 5 kilo göç ölçedesin. 5 kilo göç ölçesinden keyin pulunu verecek kanalını açsın. Ana. Var ana. Xudo xolasa yurttaşlar Ava. kanalına ama aytasın. Yapacak. Hali hiç kanaldan yine bergenim yok deyin. Şunu aytam. 88 ming so'mdan lekin bak. 88 ming so'mdan. Yurttaşlar Xudo xolasa kanalına Gapga ama javob. aytib kelaverasizlar. Kelaveradilar. Chiqadi bilganlarimiz. Şokolata deb beraveramiz. Ana. Yaxshi mamlakat. Yaxshi. Charchamanglar. Sog' ol. Kunlaringiz xayrli, barakali Yaxshi. o'tsin. Savdolansa baraka Xudo Aytqanimiz xolasa. kelsin. Assalomu alaykum yurttaşlar. Baholan aytamiz deb salom alaykum shartdan chiqib ketdi. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Bugun Xudo xolasa 11 iyunni 4 yil dehqon bozoriga keldik yurttaşlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha akşam birinchidan tushirmayapmiz. Bu videomizda birinchi un, go'sht, yog', badring, karchka, piyoz, qand, kurs. Xullas videoni o'tkazmay ko'rsanglar hammasidan bo'ladi. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar, bir like'larni bosib qo'yinglar. Xato kamchiliklarni kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat videolarimizni boshladik yurttaşlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Xudo xolasa birinchidan shu bahoda hang 8500 Yine yurttaşlar 9,5 ming, lazerlar ham yana bular 10 ming so'm. Buni o'kis o'xshaydi hang. Neksi 10 ming so'mdan ekan yurttaşlar. Lazerlar necha so'mdan? Lazer 20 ming so'm yurttaşlar. Ko'rib turganlaringizdek.
Laziyet birinchini. Bastianni yengamiz shu yerdan, anamiz yana kelib to'ylar ham olaverasiz. Ko'proq qalansa, xudo xolasa qaytamiz eng obunachilar. Yaxshi kunlar, to'ylar ana yurtdoshlar. Yaxshi ana, sog' bo'lin, savdonsa baraka bersin. Mana yurtdoshlar, birinchilar shu bahada durtda o'zgarmagan. Har qancha so'mdan bo'pti bu? 8 ming so'm. Mana yurtdoshlar, bugungi baho 8 6. Satildimi bular? Ha, 8 mingdan o'zini solib turibsizlar. Ana yurtdoshlar, 8 mingdan o'zlari olib turgan ekan. Nikolar ekan. Xudo xolasa yana ko'rib qarasalar, o'sha odamlar dehqonlarimiz vajlarini sotib ketib qoldi. Bugun sal kechroq qolibmiz, xohlabmiz bugun. Gripp bo'lgan maza qasibdi. Konkretni gripp bo'lmanda men burunlarim diqilib yotdi, sezib turgan bo'lsanglar. Burunlarimiz ham diqilgan. Kash qancha so'mdan bo'pti? Assalomu alaykum. 5 ming so'mang. O'zimiz mesni kashkaming bu? Yashirmang. Yashir 3 ming so'mdan yurtdoshlar. Ya bu rijjancha so'm? 3 ming so'mdan ekan yurtdoshlar. Kelaverasizlar, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Nima bor deysiz? Bir çeyrek kaldı. Bir çeyrek kaldımı. Xudo xolasa yana yurtdoshlar. Necha so'mdan berdingiz? 4'ten verdim. 4 ming so'mdan, ay. Kakkallanan mı elinde yetilgen? Endi bu novuğa bang. Qaq buya zo'r bo'ladi, ang qaqi. Kakak yok olur. Niye bu çiğeyine? Qancha so'mdan berdingiz? Çiğeyine. Ondan ver. 10 ming so'mdan berib turibdi. Xurshidbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, yurtdoshlar, kelaverasiz. Yaxshi sog' bo'ling, savdongiz bo'lsin, xudo xolasa. Badringdan nedan berdik? 2 ming so'm. 2,5 2 ang. Bolgarskining? 10 ming so'mdan ekan yurtdoshlar. Kelaverasiz, xudo xolasa. Yaxshi sog' bo'linglar. Chiyalancha so'mdan bo'pti. Assalomu alaykum. 12,5 beriladi. 12,5 ming so'm. Ko'p bo'lsa 11 beramiz, ang. Necha yosh qolish kerak 11dan berish uchun? Xatya 2 yosh, 3 yoshga. Yavang, ina bu videoga to'g'ri aytaymi? Bizlar ham azab berib turibdilar. 11 ver. Aniqmi? Bo'ladi. Gap yo'q, yaxshi. 11 dedi, 10 dedi, bilmadim lekin. Almanchadan berdi kenga. Assalomu alaykum. 5 ming so'mdan, ang. O'zlarimizning mazalig'ini yemesini olma. Bunchadan bo'ldi qarali. 3,5 ming so'mdan yurtdoshlar, qarallar, xudo xolasa bugun. Yashkang. Ko'rib turganlaringiz yana bugun dehqonlarimiz ko'p. Pomidorlar nedan bo'pti? Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan, ang. O'zlarimiz pomidor chiqdi ang endi. O'zlarimiz kimga mesni? Mana yurtdoshlar, mesni o'zimiz pomidorlar. Optim narxlarda berdi, ang. Xudo xolasa. Baklajon nedan bo'ldi? 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan yurtdoshlar. Yaxshi, sog' bo'linglar. Kash qancha so'm bo'pti? Assalomu alaykum. 6 ming so'm, mayda kashga. Ha? Buncha so'm. Men ham hayronman. 2 ming so'mdan. Irisi 6 mingmi? 6,5. Sarı mağız bang. Mana yurtdoshlar. 6 ming 6,5. Ko'proq qilsa qaytamizmi uni? Qaytalardan. Yashincha so'm bo'ldi. Hang? 7 ming so'm. Gap yo'q ana. Yaxshi sog' bo'linglar. Hajji burchmi bu yo sujjimi? Hajji. Necha so'mdan bu hajji burch? 15 ming so'm. Arzonlatdi-ku. Undam arzonlamasin mang. Молодец. Bulam hajjimi? Bulam hajjimi? Chala hajji. Tishlab g'achirlatib, bang. Ana yurtdoshlar, kelaverasizlar, xudo xolasa. Yomon ketadi u ham sujjiroq, hang. Oh. Somsa bilan yesang uni. Siz salom, assalomu alaykum. Pomidorlar nedan berdik, xudo xolasa bugun? 8 ming so'mmi? Ana yurtdoshlar. 8 ming so'mdan xudo xolasa. Xudo xolasa 11-iyun kuni yana kelaverasizlar. Chiya 10 ming. Beramiz endi. Keyin bir tur üstten berdim. Qaraxonboyniki. Qaraxonboyniki. Döküp beramiz. Yani meydandan kelganda o'tirmaz. Evet. Ana. Ajoyib. Soka murabbaga ketaveradi, xudo xolasa. Mana kelasizlar. Bugun hozir video chiqadi, shu bahodan bemalol kelib olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Ya nerede bu mundetde aytib kelarlar da. Avon. Bunda gap yo'q.
Xudo xolasa aytilgan baho aytilgan baho. Aytılgan var yeter. Gel bu kağa. Şu şimdi gerek. Doğrusunu ayt, doğru satış Doğru, gerek. doğru Ha. aytadi. Adamlar internetten görüp geledi. Köbüsü hata baho aytadı eken. Ha. Akşam geldi akşam. Gördüler akşam. Akşamam düşürüp gitmedim mi? Tamam. Hazır hem köbüsü yalan söylep durdu. 11 dedi, bir Yok. saytada 10 dedi. Bolacak bakan aytış gerek. Olacak Boldu. bakan. Şimdi üyünden bir receleştirip çıkadı da adamlar şu an karap durup bir Setkisi bilen berler. setçisi bilen hem beremiz. Setkisi bilen berler. Ana Xudo xolasa yurttaşda Şöyle gelir. gel- Karal neçeden verdik? Karalının buna 5 ming so'm, men bular 3 ming so'mdan. Bu medaraklar 3 ming Tamam. so'm. Medet 3 ming so'mdan. Ana yurttaşlar. Xudo xolasa gelaverasidan ağamız yanına. Qulog'im eshitgansiz. Farkı yok. Gidelim. Saat 5'e çeyine şurada savda boladı. Xudo xolasa yurttaşlar gelaverasidan videolarımız çıkadı yine hazır. Görüp savdan etip getiverasiz. Yaxşı sağ olun var. Tutlança sondan boptu şaltı. 5 so'm olsa, 35 ming so'mdan ha. Yaxşı yaxşı. Bu ne oldu bu? Doğru mu? Ha? Zvaski satıp tutmuşsunuz. Ne o zvaski bu? Ha, neçe so'm o? 15 ming so'm bir danasi, ha? Bir kutusu. Neçe dana bo'ladi unda? 60'a yakın. Rusya'dan geldi mi? Ana yurttaşlar Almanın üstünde zvaski. Şaltıklar neden dediniz? 35 ming so'mdan, ha? Kelishganingizdan. 3 ming so'mdan. Kelaverasizlar, Xudo xohlasa. Yaxshi, sog' bo'linglar. Savdolansa baraka bersin. Nechadan oldingiz erikni? Assalomu alaykum. Sataman. Nechaga sotasiz? Bileyim hazır geldim. Azap geldingizmi? Gap yo'q, bazani ko'ravering arkadaş. Necha so'mdan bo'pti? Assalomu alaykum. 6 ming so'm. Chalak, ha? Chalak 6 ming so'm. Kilo qanday? Yok. Klası altı. Kilosi, plasi farqi yo'q. 6 ming so'mdan. Necha olasan? Gap yo'q. Yaxshi ata. Sog' bo'ling. Erikdan. Erik necha so'mdan? 6 ming so'mdan, ha, erik. 6 ming so'm ekan yurtdoshlar. Yaxshi, sog' bo'ling. Yashirlar necha so'm ekan? Lang? 7 ming so'm. Bugün adam ko'p yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek. Dehqonlarimizdan bugün ajoyib hamma narsa bor ko'rib turganlaringizdek. Assalomu alaykum. Banan necha so'm bo'ldi endi bugün Xudo xohlasa? 18-19 ming so'mdan, ha? Sizda pastiyanni shu yerda optim narxlarda axir Xudo xohlasa. Ana yurtdoshlar. 18 dan beramiz, ha? 18 ming so'mdan beramiz ana Xudo xohlasa. Olmalarınız neden bo'ldi? 6 ming so'm yurtdoshlar olma. Mazalang shirali. Shirali olmalayni yurtdoshlar. Kelaverasizlar Xudo xohlasa. Şu yaxshi baho, ha? 18 dan zo'r aytdingiz. 18 bahodan hech kim aytmadi hali shu vaqtgacha. Ha, şu 18 bandan keyin zo'rdan og'izdan ko'p qo'ysin. Tamam. Şura oydi bana zo'r bana. Sultan markette 20 mingmi, 22 mingmi shunday. Bu yanda da. Şu yerdan olib ketmaymi ular ya boshqa yerdan kelami? Shu yerdan olib ketadilar ama. Ha, azroq bo'ladi. Yaxshi yenga savdolansa baraka bersin, Xudo xohlasa. Yurtdoshlarga o'tib boraverasizlar. Tarvuz nechadan qo'ydik? Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan bugun, ha? 10 ming so'm danasi. Danasi 10 ming so'm bo'ladi, ha? 5 kilo bo'lsa 10 ming so'm bo'ladi bir danaga. 2 ming so'mdan, ha? Zamchalar ne? 8 ming so'mdan. Iyisi dahshat, ha? Qovun ne? Qovunlar 4 ming so'mdan yana Xudo xolasa. O'zimizki bu, ha? Berining mesni o'zimiz qovun zamchalar yurtdoshlar kelaverasizlar Xudo xolasa. Bolgarskilar neden verdik? 10 ming so'mdan. Pomidorlar ne? 11 ming so'm. Pomidorlar 11 ming. Sizda banan necha so'm? 19 ming so'm. Mana. Kelaverasizlar. Svejin. Eriklar neden berib tursiz? Erikda 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. İri ekan, nuqularik. Yaxshi, sog' bo'lasiz. Shuni aytaman, iri dim katta ekan bu. Gel savdolansa baraka beraversin, yaxshi, charchamanglar. Ha, shunday baholar bo'libdi bugun yurtdoshlar, Xudo xolasa. Pomidorlar necha so'mdan berib turibmiz? Sog'mi. 11 mingmi? 11 ming so'm. Olma ne? Olma 6 ming so'mdan. 6 ming so'm. Bo'ladimi? Boshqa narsa yo'qmi? Bolgarskiy kimdan? 12 ming so'mmi? 12 ming so'm. Karam ne? Karam 5 ming so'mdan yurtdoshlar bugun. Kelaverasizlar Xudo xolasa.
Bakalım görükkan. Maşın etçi deyip olmadan bu belirlerden. He? Adam etçi deyip olmadan bu. Ne karanlık. Sıyıp koydular. Ali yürekler düşüyordur derdi. Ana, ve halasa bir anda ucu başlandı. Assalamu aleyküm. Xurşid Bekkanı. Şaxta mı? Ha, yaxşı. Ve halasa gördük alanızı bazar, optun bazar öz cayına qaytıp demək. Həmmə öz ornasında xuda halasa gələ verəsilər. Kəşkələr nədən oldu? 6000 son. Bunlar nə? 3,5 sonla meydarakları. Piyaz nə? Piyaz 5000 sonla kilası. Setkiyə 4300 verəmiz. Gəl yox, yaxşı sağ olun. Setkiyə 4300 verirlər. Həm mer taruz bu bayat yine gördük olanızı. Yarılıp gideceğim axırıma. Yarılıp gideceğim. Pişkeninden yarılgan da bu. Pişip gideceğim şu derecene. Bakalasa yine. Bugünkü narxan işini deyip oturttuk da kalasın. Çeden yükledik haltasını. Haltasını çeden yüklediniz. Törten setçiye piyazını. Piyaz o şakırlama. Gel bakalım. 4000 sondan bari. Salam aleyküm. Yaxşımı, sağlıqlarınız yaxşımı? Xudağa şükür. Kərsken çətdir. Neçədən bəri tutdunuz ağa? 6000 sondan en mesni kərs. Şimdi daş asmalı. Piyazlarınız nə qalx piyaz? Piyazda 6000 son. Bir yılğı mı deməli? Azad büyük. Bir yılğı. 6000 sondan yəni. Güzəlmiz piyazlar. Qızıl nə? Kızıl 5 oldu. Qızıl 5 oldu bugün ay. 5000 sondan bu tane. Şimdi də qaranlar. Yaxşı ağa, sağ olun, sağ olun, az olarız. Salam aleyküm. Nois, nasılsınız bu? Qalaysınız? Sağlıqlarınız yaxşımı? Ama sağ olun. Başla verdin ismi? Yerine hizmetinden çerçeşle yok mu? Salam aleyküm. Ağamız konuda ya Konya Tarus Pastanı barak renk. Ben yedi ben ait miydi bizlere? Başka cep bilmiydi da bu. Hemen doygan da. Taruzdan başka sinirip bilmiydi. Yani. Verden bu değil bar. Kavun zamça da hala seni yurttaşlar. Kerem'e var renk. Keremem var. Neçə sondan oldu Kerem? Atızdaki anlakin bir çetten zapkeler aradın mı? Ay malades. Kerem Acayip. 3 milyondan verdim. 3 sondan halta renk. Kavundan. 14 milyon, zamça 8 milyon. Optum narxlarda. O da halası. Köprü kasalı kaytamız hein. Tarvuz neden bert tutmuş? Siz kim bu? Ne böyle köpek gitti bu? 310 son mu? Koyun ay. 3 tanesi 10 son. Ona yurttaşlar 310 son. Katta kitçi gete var ama. Allah o. Yalgan gap yok mu hein? Bunu demeyin lan. Yoksa adamla gelen. Yalgan gap emez mi? Ben şanaman da şan uçan adamman da. 1700 son mu? Şunu aydın. Bin yarım son. Ne olur mu? Üçsün çasamaz üçsü. Birisini koysan 3 kilo geldi. 5 son. İkisi 10 son. Aslında doğru yaptık kalkar. Doğru mu? Kilağa doğru geledi kalk. Hadi beraber verin. Ne? Ma karan şu videonu görüp az gelip televesele beredgen mi olun siz? 10 milyon bu benim. Şimdi veren beremiz şimdi ya da. Üçsünü 10 son. Çetede. Ne onu? İşimiz şu az yükleşemiz ağa baramız. Az baramız. Neçə sondan şundayız bir dınık aytın bana bir yürek yarılıp ölüp gitsin. Yürek yarılıp ölüp gitsin bakan işte. Şimdiden ağa. Kiçkinələri etibarlı olma. Kəttələrini tutdurup 310 min son tələb etsinlər. Şular 310 binden beraber veremiz. 3 min son mu? 10 min son mu? 3 tanesi 10 bin. 3 tanesi 10 min son. Pişkən axır hein? Biz gel garanti. Gel yok ağa sağ olun. Xurşid Bek yana gəlin kanıma. Xurşid Bek taruz yükləşi verik axı bək brat qıynalıb durğan ekəyinə. Neçə sondan oldu taruzlar? Mikrofon daqiqdə bir gürünləşik ikkimiz bu. O xalq Xurşid Bek. Xalq aytadı Xurşid Bekdən oğa çıxarmay qoydum nasıl idi. Yəni neçə sondan yüklətirsiniz klasını? 1300. 1300 sondan he. Qaşqadaryan taruzu mu? Ben gittim. Gelelim dakika gelelim. 1300 son bana yani. Вообще-то özü baha sorağı deyip olmadı bizərəm. Kur al deydik amma oldu la həmmə. 1300 də tutduq axır. Neydi tarla? Ha, şu var baxana. Ne kadar gittin nasıl? Meyda taruz var, iri taruz var. Azı şu gələt də şimdi də baxır. Yine taruzlan çasondan boldu. Yine et tutmusunuz?
Ay mala desek. Tamam bunu canını iyi vereceğim. Mala desek ne? Neçe son oldu Tarus? Korkuzmam. Neçe sondan oldu? 1800 sonda. Evet, taşlar. Optima 16, 1600 'den. Optima 1600 yurttaşlar. Geleveresiler, Xudo xolasa. Gel yok. Sağ olunlar. Mana şunun bir baha boptu bugün. Va alaykum, yaxshimisan? Raska qalay? Jallimi? Assalomu alaykum. İçsen? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Qo'shildingmi sen ham? Ha, assalomu alaykum. Kirama yaxshimisiz? Sog'ligingizni chek. Kirama. Avon qo'shib qo'yma. Tushaversa. Necha so'mdan berib turibmiz kirama? Tarvuzmi? 1300 berib turibmiz. 1300 yana kiramam. Yupqa po'chaq. Qovundan. Qovun 4000 so'mdan yurtdoshlar. Kelaverasizlar, Xudo xolasa bugun endi. Yani ko'rib turganlaringizdek tarvuzlar ko'p. Ajoyib pishgan ichi. Qip-qizil ana, qondek. Mana. Yaxshi, savdolarimiz bo'laversin, sog' bo'linglar. Joyina qaytibdi-ku yana mestalaringiz. Sizni ham novisingiz qani? Hang? Novisingiz bo'lsa bir oyoqni yozib ketadek, har safar zaxonniyatda siz katta odamlar kelsa o'tirib bir zaman. Ha, zo'r edi u sizni novisingiz. Qurilar axir asfalt bo'lgandan keyin. Ben sizlerden keyin ölçüyorum. Güne gideceğiz. Bugun bir narsa bor Raskada. Ters ketsan-ku, bugun quvonasan sen uka. Quvonasan. Men ham ters kiydim, o'ngini aylantirdim keyin. Ters ketsan ras, qaramadingmi? Bo'ladi, kirama yaxshi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu kendilerinin gözleri ver. Ko'rsatdi. Haqiqatan urushib atdilar. Ne uchun urushib atdilar bular? Ülkeye geldi hiç kim bilmez. Görsün de. Ha. Ne signal veradilar bular? Tamam. 4 yil 571. Ya bu attı verdi. Hemen signal veradi. Versin. Assalomu alaykum ağa. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz. Xudoga shukr ağa. O'zingiz yaxshimisiz? Bugun ko'paytirib beribsiz-ku. Necha so'mdan bo'ldi qovun bugun? Qovun 3,5 so'm. 3,5 ming so'm. Kelisham bu. Qaytiladi. Ne uchun urushaveradilar? Voy voy. Urush ketyapti. Mayli yaxshi, urush. Avtomatcha beramiz dedik ağa. O'rtamga 1400 berdim. 1400 berib turibmiz. Dastlabkilar bormi? Bor. Telefon nomeri aytamizmi? 97 dan 354 68 18 hang. Gel bir yurttaşlar telefon arasa. Qo'ying brat, jon brat, qo'ying. Hop. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi? Bratim, qo'ya qo'ying, bir zaman qo'ya qo'ying. Eshitdik aqajonim, foydasi yo'q. Befoyda odam bor qo'yib berdi. Hop. Hop. Necha so'mdan bo'ldi? 4000 so'm qila. Optima uçuyorum. Optima 3,5 ming so'm. Tamam çok kaldırma. Kendine 200 lira para mı? Havadan Assalomu alaykum. appara ver şu appara. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ama koyuyoruz var. İnce toplam damla. Necha so'mdan berdingiz bugun xudo xolasa? Oğlum yantıra sen çıktı lira bakalar. 7000 so'm. 7 ming so'mdan tutush demang. Otur. Ne yurttaşlar? Bugun xudo xolasa. Yürek değişti. Shabbozing? Shabbozda qovun tarvuz bor. Dastlabkilar ham bo'lib turibmi? Dastlabki beramiz ama paramız. Nechaligi? 200 kilo bo'lsa paramız. 200 kilo bo'lsa, 4 yil ichida berining ichida bo'laveradi. Urganch ham ketaman. Başkan var oraya. Urganch ham boraveramiz. Telefon nomer 97 97 dan 355 355 91 48. 91 48 hang. Boraverasizlar. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi, amasoqni yurtmisiz? Bozordan chek. Assalomu alaykum. Yaxshimi bozor? Nima oldirding? Qani qovun? Zamcha vermedi de zamcha bu. Ulan misnası var ciddi Bular bilaman, bor-ku, siz aramdan jirakda o'tirasiz siz. Ha, yıllıklar yapardı yetmeydi. Ha. Yaşını 110 vereceğim yaşını. O'zini chiroyli mestisi bor bir ochgani bu yoqda. Gel.
Yaşlı bir hemen dedim bana 110. Ana. Uruş ketib attı. Ne bela bu attı bu. Agara ana klaslar yavaş kayaklar idi. Qaysi lan? Orta klaslar yine kayıp geldi. Ha. Agara 5 metre yerine bağladılar. Tının Tamam. Özü bir yerde belgilengen mesli var da. Her kimin özüniki. Belgilengen mesli yok. Yok. Kiskene mesli berilgen, lakin katta etip taşakallar sıkmayaptı da şunda. İnşaat çegara şu damazdan arayan damın çıkın çıkadi. Bu orta katta. Hoş gerek maşınlardan. Bilmiyorum, her ammandan bulara. Az yine evvelki halına kayıttı. Maşin metal mi diyen bok kaldı. Maşin metal mi diyen bok kaldı. Hoş çatak oldu lakin işe. Yaxşam maşinni araya koyup qaytqanıma quvantırma. Bugün bardak. Salam aleyküm. Bratın sizi salqa yaxşamı? Varmamışlar bilen. Zakon ne gibi maşin? Maşin. İnam ne için qaraytıb taşamış bulan laboylarını? Qap-qara etib qo'ysan zo'r-ku. Ventilator var mı? Ventilator var mı deyip taşlar. Rölen bomboş ha? Rölen boş ha. Neçəyə çıxadı bu? Neçədə yürüydü ağa? 45-50'ye çıxadan. Zaryat yaxşı tutamı? Zakon nəyin? Malades. Gəl. Şunçəlik yüklü var. Bizə getdik birdən-ində. Ha? Propki o yattı yurttaşlar. Ne bela bu yattı bu? Ne oğamın diyor bu yattı bu? Sebep? Hemen ortada bu kanı için yine bu kamazla. 4 yıl 571. Ha birini gengeytirin ve evvelci halına kayıtış gerek buldum. Veyran bop kaldık onu. Şart ettik. Yine yurttaşla görüşeceğiz. Vapşı veyran bop kaldı evi. Maşallah şart çıkarırken bu. Maşallah şart çıkarırken. 4 yıl 71 ha. 4 yıl 571. Akşam gördüm seni gene. Akşam ertə bilen çıkardım 2 seriya. Çıktı bizim baba ha. Çıkardım. Otuzlar beri ben dedim Ha ha. Geldi mi ki? Çıktım ben telefonuma vardı. Ha. Akşam yükledim. 2 video yükledim akşam. Akşam ben onları gördüm. Ertə çıxardım. Röpkeni görsədik. Nə belə o yaptı. Hey hey aslan. Oho. Hesab oynat getdiyinə. Bir də prop gibi attı. Maşınla gələdi çıxalmayatdı. Nə belə o yaptı. Birini bir paret gətinlər axı paret. Girgizəcək vaxtı bu qarab girgizinlər qarab. Qarab girgizinlər axı. Kimi ki bu aldırtdaşanlar xana bazar ton. Gazel prop getirip tuttu bir de. Alda gazelini. Hey bu kimi şişen bu? Değil mi? Yaman mı olduk o bu? İyi şu kimi ki şu? Taza geldi. Gelip ben bile uşaktan beni cayım var. Yine bu kimi ki siz kimi? Beni kime şu yola koyup tuttu al desem. Kim hani egesi? Egesi başıyordu alsana aklı o bana durttu. He ağa bekta alın maşınla girip çıkalmayatıptı. Abi bekta maşın başınca karan. Aslında bu gazelini ne böyle prop getirip tuttu. Yani şundan üzülmek. Ben bareken gibi ha koşadan. Ne böyle koydular bu maşından. Hoş prop getirip tuttu bir de. Bana bir çet alıp boyma ağa başka yere. Başka yere alıp boyma mı? Yine bir yere dırsans boyma bir yere. Damazını aldırttırıp. Ya Ramazan olayda da o maşinimiz geldi bu. Kaçan geledi o? Bu tuttu ama maşından ben maşinim geldi az. Ben bir de o küçük maşın. Hocayım bu ne ki? Sen yolda koyup sen. Senin bu duruşun yeto mu? Sen duruşun yeto bir de. Ben duruşum aydı ben duruşum. Duruşun yeto bir de bunun. Ben duruşum aydı. Takon yuduk ben duruşum. Ne böyle koyuş gerek değil mi? Damazını aldırttırıp da onu. Düşün benim. Ya damazını aldırttırıp şöyle koyuşunuz gerek. Ramaz aldırgan biraz maşinimiz geldi. Vapşe tabi yakın bu eldinden barkağımın hemmesini aldırış gerek bunun için. Elde dolan maşın mı? Hakikaten şu maşindeki bir şey dert tuttu. Aynen. Doğrudan kaçıyor. Karan ne o oldu zaman lan tuttu. Yüzüden gen maşinler görmüyor da. Yok bana. İmbiden gen nereden çıkıyor? İnamını sele Maşinler bak duruşa ne yok bir de bu. sparkını alıp durup eldire kaydaş gerek bir amla. Verdim kiçirek bu aynı. Uğulu. Ha? Bir girgizecek vakti bu karab girgizinler, iltimas sizlerden isteyen ki girgiz durgan yurttaşlar bu yakta prop gibi yaptı, maşinlerini işet çıkarımızı bunu yaptınız sizler emine. Ya bu dım niyet olurdu da şöyle. Videonu görüp durgan bolsanlar iltimas edeceğim bola dedik. Şunu bir paret yetip versenler bir halkımız kıynalmaya girip çıkar dedi. Hem nereye görüp durganlarınızı dar.
Qaytdingizmi? Yaxshi bo'ladi. Pomidor neden berib turibmiz ekan? Assalomu alaykum. 12 ming so'mdan, maydasi 10 ming so'm. Bolgarskiyalarimiz ne? 15 ming so'mdan yurtdoshlar bolgarskiya. Badringmi? Mayda badring. 3 kilosi 10 ming so'mdan. 3330 so'mdan shunda. Yaxshi, sağ olun. Piyazlar ne? 3'sü 5 ming so'm. Ina buning? 4 bağı 5 ming so'm ekan. Yaxshi, sağ olun. Gelaverasizlar. Üzüm neden boptu bugün? Assalomu alaykum. Üzüm kilosu 25. Hava. Optima 22. Optima 22. Hava. Yaş gibi danış gerek. Hava. 22'den. Aha. Şirələyin üzüm yine. Valla Neydi Surxondaryo yaxshi üzüm, mazalı üzüm. Kişmiş üzüm değil şirəli. Aha. Peki içinde bir dana tuxumu var mana. Ne tuxum boladan Bir dana tuxumu boladı. 25 ming kilosu. Burası 25 ming so'm. Yine qaralığınız ne? Qarala Optima. Optima. Necha so'm? 5 ming so'm. Optima 5 ming so'm. Kilo 6 ming so'm. Kilo 6 ming so'm. Yine şaptallar ham bor ekan. Hava. Necha so'mdan bo'ldi? Şaftallar 22 ming Optima. Optima 22 ming so'm. Şerili şaptalang. Hava. Xudo xolasa yurtdoshlar kelaverasizlar. Banan ham bor, banan kilosi necha so'm? Bananın kilosu 20 ming so'm. 20 ming so'm kilosi. Ko'proq qilsa qaytamiz. 19 hava qaytiladi. 19. 25. Optima qaytaladi endi. Ko'proq qilsangiz. Yanında dükkanda bayına. Yaxshi ana, kelaverasizlar xudo xolasa. Har doim bor sizdan meva chevalar. 12 ay var. Ana yurtdoshlar, geldik. Yaxshi charchamang, sog' bo'ling. Pomidorlar neden berdik? Assalomu alaykum. 10 ming so'm mana. Ana yurtdoshlar. Mesning o'zimiz pomidor. Yaxshi, sog' bo'ling. Ana yurtdoshlar. Endi nima kerak bo'ladi bizga? Bizlar endi banklarni so'rayotgan banki, so'm. Savdolar boshlandi, xudo xolasa yurtga qolamiz. Navant necha so'mdan bo'pti bugun? 18 ming so'm kilosi. Qopqoqlar ne? 25 ming so'mdan yine qopqoq. Ana yurtdoshlar, kelaverasiz. Zavarkalar baholari yine shakarlar 13.500, zavarkalar 100 ming so'm, 55 ming so'm, 53 ming so'm, 48 ming so'm, 45 ming so'm har xil. Mazalı nosuna qarabang zavarkalar. 110 hammasidan boring. Ana yurtdoshlar, kelaverasizlar xudo xolasa. Yaxshi, sog' bo'linglar. Optimlarlarda xudo xolasa yana geldik biz joyina. Zakirvalniklar bor, har doimgi deng. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savdolanchiq aydiman. Zo'r bo'lib turibman. Banklar necha so'mdan bo'ldi, xudo xolasa? Farg'onaniki 45 ming so'm. İçinde 6 tanesi bu. Necha litrlik? 3 litre. 3 litrlik. Xudo xolasa yana. Uksuz, hamma narsa bor bu yerda. Sarımız yine yeni bulup geldi. 15 bin sonunda. 15 ming so'mdan. Bir uksuz necha banka yetadi? 2 gramdan salatlar bu. Ozgina sallanadi. 100 banka yetsa kerakmi bu? 100 banka yetsa arzon narsa ekan. Bular ne? Bular 5 bin so'm, bu 10 bin so'm. Kattalari 10 ming so'm. Kilosu 110 bin so'm. Kilosi 110 ming so'm. Ölçek para veremiz. Shakar necha so'm bo'ldi? 13,5 bin so'm. 13,5 ming so'm bo'pti yurtdoshlar. Shakarimiz xudo xolasa bugungi narxlarda. Optim narxlardan. Zakirvalnik nima olib kelsanglar bo'ladi, zakirvalkalarni shu yerda yana har tildan bor yana. Qaranglar. 520 bin garanti. Yushu zo'r ekan, qolin chiqdi. Aliment. Mana yurtdoshlar, zakirvalnik. Necha so'm beramiz buni endi? 150 bin. 150 ming beramiz, Bularning Bulan 105 etib veremiz. 105 beriladi bular, xudo xolasa. Bu yerda xullas tomat deysizlarmi, murabbo deysizlarmi, bankga nov bosiladigan bo'lsa, shu yerning o'zidan kelib hamma narsani olib ketaveradilar. Bir yerdan bitadi, bir yerdan bitadi, xudo xolasa. Moylar ham sizdanmi? Moy ham necha so'm ekan moylar? Moylarning bahasini. Tak, 5 litrlik necha so'm? 105 ming so'm, shimishga yo'q. 105 ming, 5 litrlik. 2 litrlik ne? 43 ming so'mdan. 1 litrliklarning 21 ming. Paxtayoqlarning 42 bin so'm, 44 bin so'm. 2 litrliklaring. Mana yurtdoshlar. Xudo xolasa adresini bilasizlar. Kelaverasizlar shu yerda. İsteyengini yanımda yani. Gözleriniz shunday tushadi. Bemalol kelaverasizlar. Uydan ham borib olib kelsalar bo'ladimi? Ya magazin faqat magazinda sizlarda, to'g'rimi? Adres so'rab kelish uchun nomer qoldirib beramizmi? Endi ko'p odam baribir tushunmaydi-da adresni.
Adres so'rab keladilarda, agarda mabodo topolmasalar telefon etib, optim narxlarda da yurtdoshlar berdi. Ko'p odam endi biladi, ko'p odam bilmaydi bu yerni. Shuning uchun telefon nomerida qoldirib ketamiz, bemalol bog'lanib kelaverasizlar adres so'rab. Ko'proq qopqoq hamma narsa har turdan bor yana qopqoqlar. Qopqoqlar ham bor, zakirvalnik, banki 1 litrlik 91 bilan 388 0700 yurtdoshlar yomon narsani tavsiya etamiz, telefon qilib xudo xolasa kelaverasizlar. Yaxshi sog' bo'linglar, charchamanglar. Optim narxlardan olib ketaverasizlar. 3 litrlik, 1 litrlik hammasidan bor. Ko'rib boraverasizlar, bir like'larni bosib, xudo xolasa bugungi narxlarni qo'ldan kelgancha tushirib ko'rsatib boraveramiz. Yok, 2 kilodan çektiğini. Hazreti görünme kan ötçesmesin. Qimmatladı, kütərilib getdi dedin. Neçə somdan oldu? 7000 kütərildik o. 6000 idi əvvəl. Gəl yox ana. 7000 somdan əkin yurtdaşlar ikinci ara. Taza buğday 3000 somdan oldu kilosu. Kövrək asa 2800 xaltası. Ha yurtdaşlar gələverəsizlər xuda xalası. Hər daim var ana 10.000 somdan ölçənibəm tutdu paketlərə. Gərəklərinizi alıb getəverəsizlər. Yaxşı, sağ olun, salamat olun, çərçəmək. Dollar kurslarından ayda bu ötəmiz hazır yurtdaşlar çox batırma. Bir gün neçə son tutduğundan sonra biz davamlı takip etəmək dostlar. Video açış mümkün emas beləsələr. Sorayım özüm ayda ötəməm. Bir gün kursunu çıxıb durğanaya. Dollar 100 dollarımız 1.270 rubl. 1000 rublumuz 159.000 soma yurtdaşlar bir gün 11-ci günü daxiləcək. Dollarlarını ayda ötdük yəni yurtdaşlar. 100 dollarımız 1.270.000 som, 1000 rublumuz 159.000 som. Təngəncə som ekan? Ay? 24 yarım ay. Təngə 24 yarım yurtdaşlar. Qazaxıstan təngəsi 24 yarım som. Xalasa bazarını polni bir aylanı xəzət yiyib görünlə bir like'larını basıb qollab quvvatlab xuda xalasa. Like'lar qancha ko'p bo'lsa, shuncha xudo xolasa har kuni sizlarning xizmatlaringizdamiz. Ko'p odam like bosmasini ko'radi. Inshaalloh like mayami bosaverasizlar yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Topishkalaringiz necha so'mdan bo'ldi? Jinski topishkalar? 75. Bular 75.000 so'm. Bularning 40.000 so'm. Orqa topishkalarning mujizko'y. 35.000 so'mdan yurtdoshlar xudo xolasa. Ballarnikine yine abla. Basanız ki de. 65.000 somdan yurtdaşlar. Qızaloqlarınız ki ne? 35.000 somdan yani. Asortiment ko'p. Gele veradilar. Xalaqan tapışkani. 60'dan beramiz. Bular 60'dan beramiz, hein? Ha, bular 35'dan beramiz. Bular ne? Xudo xolasa. Bular mujiski mi demening toza chiqqan. Necha som bu? 35. Zo'r chiqqan ekan, hein? Chiroyli ekan, yengilgina 35.000 somdan yurtdoshlar. Bozorning ichida xudo xolasa o'tdim narxlarda bu, to'g'rimi? Telefon nomer qoldirib adres so'rab kelaveradilar, ham telefon qoldirsak. Aytib berasizmi telefon nomer? 88'lik. 88'lik. 787 0646. Yurtdoshlar kelaversa, dollarchilardan o'tib kelsang ne ish yurdi yana. Og'amiz yana kelib, bemalol. Ahmet sizlarning ishlaymiz. Rahmat og'a, ishlaringizga baraka, sizga ham savdolarimiz barakasini beraversin. Topishgan amaqalar shunday bo'lib turgan ekan yurtdoshlar bugungi xudo xolasa. Bugungi videomiz noodatiy bo'ladi. Har xildan bo'ladi xudo xolasa. Assalomu alaykum. Göynekler neden bo'ldi og'a shu göynekler Belenddagi? Yürükte 65.000 tam oldu. 65.000 so'mdan, ha? Ana yurtdoshlar 65.000 so'mdan. 65.000 so'm. Bular ne çalırlar? 75.000 so'mdan. Sportif kimin bu? Triko. Trikolarınız neçə so'm? 55, 65. 55, 65, 75 her kayından var. Bu futbolchilaringiz ne? 45.000 so'mdan yurtdoshlar. Futbolchilar ajoyib. Materiallar yaxshi ekan, ha? Dvoykalar ne? Bu yılda 120.000 tam. 120.000 so'm. Xudo xolasa ko'radi. Har narsadan bor. Maykalariniz ne? Michael'a 12.000 tam. 12.000 so'mdan. Xudo xolasa har doim shu yerdasiz, to'g'rimi? Dollarchilardan shunday yeygasanglar, yana og'amiz shu yerda ko'zdan tushar. Kelib, bemalol o'zingiz yoqqan kiyimni olaverasizlar. Yaxshi og'a, sog' bo'ling, charchamang. Endi mingtay baliqlardan bir baholarni bilikkan yurtdoshlar. Mingtay baliq bu videomuzda hamma narsaning narxidan bo'ladigan bo'ladi do'stlar. O'zi deyib ko'ringlar. Görüp turganlarınızda yine ucu salavaylaşa düştü. Saat millerimiz boldu. 7:30'da ucu yine xudo xolasa tayyor.
Balıklarını göremiz. Balık qancha so'm bo'lib turibdi ekan? Assalomu alaykum. Mintay balık 55 eng. Saboy olib ketsak, kichik bo'ladi. Chiroyli korobka solib berasizmi? Har doim boring shu yerda xudo xolasa yana qolamiz. Ana. 7 ga tayyor bo'ladi. Hozir 7 dan o'tdi-ku soat. Men olib ketajak edim. Yeb o'tiribdi odamlar inshaalloh. Odamlar ha 7 ga kunda tayyor bo'ladi, eng. Ona yurtdoshlar, meslar qaranglayna, meslar ajoyib, eng salqin buni. Shanda kamizan. Bir ko'rsatib bersak bo'ladimi? Qarshilik qatmi? Xudo xolasa yurtdoshlarni hazati kelib, ovqatni yeb, erta boshlanadi. Konditsionerlar bor. Xudo xolasa yana. Kelib, orqayin o'tirib. Assalomu alaykum, yaqinni ishtaha. Baliqni ichga ekan, zo'rmi ekan? Baliq mazalang, yaqinni ishtaha. Yana yurtdoshlar baliqlar yana. Aqalarimiz yeb olibdi, yana mingta baliq. Souslari bilan berding, ajoyib edi. Xudo xolasa kelaveradilar, qo'ying yurtdoshlarimiz. Gel bakalım. Balıkları zo'r, ajoyib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Choyni urib o'tiribmiz. Balıqni yeb bo'libsiz-ku. Ichga ekan baliq, zo'rmi? Zo'r, gap yo'q. Malades. Har doim kelaverasiz, shura xudo xolasa. Yurtdoshlarimiz taklif etib qolamizmi? Kelaverasiz. Mestlari va konditsionerlar ishlab turibdi. Hamma sharoit zo'r, eng tozalik ham ajoyib. Xudo xolasa yana. Katta meslar ham bor. 5-6 odam bo'lib oilaviy kelib o'tirsanglar ham bo'ladi yana. Zo'r yer, xudo xolasa. O'zlarimiz ham shu yerdan olamiz ko'pini baliqni. Yaxshi yer. Bu yerda yana umonliklar qo'lni yuvib, bemalol tozaliqlarına gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu yerda shu yurtdoshlar adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, adresini shu dollarchilar tarafdan kelishda, to'g'ri bu kun chiqishlar vazan to'g'risida berdi. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Xudo xolasa bilmaganlar uchun. Bu taraf dollarchilar, bu taraf gün chiqishlar vazani yanından kelsa bo'ladi, aylanib pоворot etib. Alloh seni yurtdoshlar. Dilafruz brendning yanında ekan. Xudo xolasa. Ekranda nomerlarni qoldirib berik ağa bo'lmasa. So'rab keladilar adres bilmaydiganlar bo'lsa. Ne dedingiz? Shashliklar hamma narsa bor, eng. Somsa, tandır somsa 8 ga tayyor bo'ladi, xudo xolasa hozir, eng. Yine yurtdoshlar. Somsa mana. O'sha odamlar yine gelib yeb ichib, xudo xolasa xarajatni atik beraveradilar. Erta tayyor bo'ladi hamma narsa. Telefon nomeri aytik ağa bir xudo xolasa. Yurtdoshlarimiz bir bilmaydiganlar telefon aytib adres so'rab kelaveradi. Yurtdoshlar nomerlarni yozib olinglar. 99 895 yurtdoshlar 250 64 81 85 yurtdoshlar. Telefon kelaverasiz xudo xolasa. Men ağa. Yurtdoshlar videolarimiz shu o'rinda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa stolovimizda kutib qolamiz. Bemalol kelib ovqatlanib xalaqan ovqatlaringizdan boshqashlik deysizlarmi, somsa deysizlarmi, baliq deysizlarmi, hammasidan bor xudo xolasa. Kelaverasizlar, hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimiz shu o'rinda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rganlar kommentariyga yozib qoldiramiz. Xato kamchiliklarni sog' bo'linglar do'stlar. Efirni o'chiramiz shu o'rinda. Videoni yakunlaymiz yurtdoshlar.